Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurshid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Erkin Asiya Radiosi İngilizce kanalı 29 oktyabr Erkin Asiya Radiosu'nun 29 yıldan keyin mablag' masalasining hal bo'lmasligi sababi bilan rasmiy taqalganligini xabar qildi. Bu xabar yolg'iz Uyg'ur muhojirati uchun emas, balki Xitoyning zulmiga uchrayotgan Tibet, Mongol va boshqa xalqlar uchun bir qayg'uli xabar edi. Erkin Asiya Radiosi 1996-yili Amerika tarafidan qurilgan bo'lib, matbuot erkinligi yo'q davlatlardagi xalqlarning ovozini anglatish, dunyo demokratiyasi uchun kuch chiqarib, zulm ostida ezilayotgan xalqlar haqidagi xabarlarni to'g'ri va vaqtida yetkazishni maqsad qiladigan ovozsizlarning ovozi edi. Erkin Asiya Radiosu'nun 1998-yili qurilgan Uyg'ur bo'limi Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda yo'l qo'ygan irqiy qirg'inchilik siyosati, kishilik huquq dafsanchiliklari va zulmlarini dunyoga anglatish va Sharq Turkiston xalqini uyg'otish, vatandagilarga Uyg'ur muhojiratining chet eldagi da'vosini, xalqarodagi faoliyatlarini yetkazishda asosli rol o'ynagan bo'lib, xalqaro matbuotlarda xabarlari rasmiy manba qilinib ishlatiladigan rasmiy bir davlat kanali edi. Erkin Asiya Radiosi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Xitoyning jazo lagerlarini axborot sohasida tunji bo'lib pash qilib, Amerika hukumatining diqqatini tortgan, shundaqla Uyg'ur muhojiratidagi yangiliklarni dal vaqtida xabar qilib, xalqaro jamiyat bilan Uyg'ur muhojiratining mavjudlik kurashlarini uchrashtirgan edi. Ayni vaqtda so'g'uq urush davrida G'arb davlatlari Ozodlik radiosini ma'lum ma'nodan kommunizm lageriga qarshi qurol sifatida ishlatib kelgan bo'lib, sobiq Sovet ittifoqi va sobiq Yugoslaviyaning tarqilishidan keyin bir qism Uyg'ur ziyolilarining kuch chiqarishi bilan aslidagi O'zbekistonga anglatiladigan Ozodlik radiosining tarmoq shaklida o'tirg'i chiqqan Erkin Asiya Radiosi Amerika hukumati va Uyg'ur lobbiychiligining ta'siri bilan keyincha Amerika xalqaro axborot agentligining tarmoqidagi Xitoy ishlari bo'limining ichida Uyg'ur, Tibet, Mongol, Xitoy va Xitoyning ta'siriga uchrayotgan boshqa radio kanallari qatorida ishga kirishtirilib, Uyg'ur xalqining ovozini anglatadigan birdan-bir radio kanali bo'lib qolgan edi. Bugungi kunda bu radioning taqilishini xalqaro tashkilotlar va kishilik huquq tashkilotlari ovozsizlarning ovozini o'chirish deb, bu voqeani radioning ayni vaqtda Amerika hukumati Amerika-Xitoy munosabatini normallashtirish badaliga bu radioni bir qatim taqilgan voqeaga qiyos qilgan. Tahlilchilar bu haqda ayni vaqtda Amerika hukumati Amerika-Xitoy munosabatini normallashtirish badaliga bu radioni bir qatim taqilgan bo'lsa, bu qatimqisini Amerika-Xitoy savdo urushida Amerikaning Xitoyga ko'rsatgan iltifoti, Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq komitetidan chekinib chiqishi, Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga beriladigan yordam mablag'ini to'xtatishi va bu radioning taqilishi kishilik huquq, dunyo demokratiyasi va Uyg'ur, Tibet, Mongol va Xitoyning o'zining ichidagi kishilik huquq dafsanchiligiga yeshil chiroq yiqib beradi deb qarashmoqda. Amerika prezidenti mushu oyning 30-kuni Xitoy raisi Shi Jinping bilan Janubiy Koreyada Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorligi boshliqlar yig'inida qisqa uchrashuv elib borgan. Bu Amerika prezidenti Donald Trumpning ikkinchi navbatlik vazifa o'tash muddati boshlangandan buyon Shi bilan tunji qatimliq yuzturan uchrashishi, shundaqla 6 yildan buyongi tunji qatimliq uchrashish bo'lib, bu uchrashuv Koreyaning Gimha havo armiya bazasida o'tkazilgan. Bu uchrashishdan keyin rasmiy shaklda axborot e'lon qilinmagan bo'lsa-mu, kuzatuvchilarning bildirishicha, uchrashishning asosli temalari va natijalari Amerika-Xitoy savdo urushi, tamojna beji va strategiyalik jiddiychilik haqidagi masalalarga markazlashgan bo'lib, bular tamojna beji va Amerika-Xitoy savdo kelishimi, serik to'pa, fentanyl masalasi, ikki davlat va xalqarodagi umumiy kayfiyatlarni o'z ichiga olgan. Tamojna beji va savdo kelishimi haqida Trump Xitoy tovarlarga tamojna bejining 145%dan 30%gacha 90 kunlik to'vanlatadiganligini va Xitoyning Amerika import tamojna bejini 125%dan 10%gacha to'vanlatadiganligini e'lon qildi. Buning ichida fentanyl, serik to'pa va soya importiga qo'yilgan cheklamalarni bo'shatadigan bo'lib, Trump bu kelishimni cho'ng muvaffaqiyat, biz degandek ham ishda kelishim hosil qildik deb tasvirlab, 2026-yili 4-oyda Xitoyga ziyoratga boradiganligini e'lon qilgan. Uyg'ur lager shoidi Zumrat Davudning jiyani hammasining chiqargan rasmini yoqtirganlik uchun tutqun qilingan.
Xitoy doiralarining tor aloqasi va uchur erkinligiga zarba berish harakati natijasida tonilgan Uyg'ur lager shoidi Zumrat Davudning 20 yoshlik jiyani Xalmurat Xelil Hamasning rasmiga yurak berganlik uchun tutqun qilingan. Navbatda Amerikada yashaydigan lager shoidi Zumrat Davudning Uyg'ur agentligiga bildirishicha, bu yosh yigitning jinoyati faqatla Xitoy ijtimoiy taratqusi Kuaishou supsida o'rtoqlashgan bir suratni yoqtirishni besib qo'yganligidir. Bu vaqa Zumrat Davudning Amerika hukumati, taratqular va kishilik huquq faoliyatchilariga jiddiy xalqaro murojaat qilishiga sabab bo'lgan. Zumrat Davudning e'lon qilgan bayonotiga asoslanganda, Xalmurat Xelil faqatla xatolik o'tkazmagan bo'lib, u adab axloqliq bir yosh yigit ekan. U Xitoy doiralarining bundoq sababsiz tutqun qilish qilmishini qattiq ayiblagan. Zumrat Davud vatandan kelgan qayg'uli xabarlarni bayon qilib, cho'ng akasining o'lim xabarini bir necha oy o'tgandan keyin anglaganligini tilga olgan. U hozir jiyanini qutqizish uchun xalqaro jamiyatni bu masalaga diqqat qilishga chaqiriq qilib, men har vaqt jurnalistlar, tadqiqotchilar yoki hukumat amaldorlari bilan bu ish to'g'risida so'zlashishga tayyor degan. Kishilik huquq tashkilotlari uzundan buyon Xitoy doiralarining Uyg'urlarni chet eldagi tuqqanlari bilan bo'lgan odatdagi tor aloqasi uchun nishon qo'yishni davomlashtirayotganligi haqida ogohlantirib kelmoqda. Xitoy doiralari chet eldagi faoliyatchi Uyg'urlarning oila a'zolarini jazolash orqali ularning so'z huquqini bo'g'ishga, shundaqla vatandagi Uyg'urlar orasida qo'rqinch hosil qilishga urinmoqda. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sanımızgacha ko'rishgacha aman bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.